voy voy voy. Shuncha hayitligim yer bilan bitta bo'ladirdimi, lekin avvalama xavotir olmanglar, yerimiz toza. Endi sizlar orqadagi variantlarga e'tibor qaratinglar. Xohlagan variantdagi, xohlagan multfilmdagi mana bu asnalarim mayadan deysizlarmi, kromi deysizlarmi, qizlar sevadi buni. Tepada yana o'zingizlar ko'rib, tanlab, bolalaringlarni didiga mosdan olib bersanglar bo'ladi. Men buni maktabga desam, qizlar mana bu bog'chaga deb yengishyapti. Chunki bizning kichkinaligimizda bog'chaga tutiladigan sumkalar kichkinagina latadan tikilgan bo'lardi, lekin bularni qaranglar, kачестволari vashe zo'r. Orqalarini qaranglar, havoni ham zo'r o'tkazar ekan. Menimcha, hozir bog'chada ham bolalar aqlli bo'lib kitoblar tutadigan, kitob o'qiydigan bo'lib ketgani uchun shunaqa katta qilib chiqarishyapti shekilli. Ishlarini qaranglar, xonalari ham katta. Agar daftar tutadigan bo'lsa yoki bo'lsa pachimuchkalarga boradigan bo'lsa, juda ham qo'l keladi. Oldida mana sumka soladigan, suv soladigan joylari ham bor ekan. Yana men bu yerdachi ichiga bilmayman, ko'rsatib nima sovol olishar ekan. Ovqatni ko'rsatib savoladimi, bunisiga tushunmadim, lekin eng menga yoqqani mana shu joyi bo'ldi. Juda ham asl ekan. Bu ajdarhochi bo'lgani bilan menga Jonsanga kiyimini eslatib yubordi. Qish sanatasida o'sha joyini eslaganlar bo'lsa, shunda yozib yuboringlar, rahmat aytib yuboraman. Bundan tashqari, qizlaringizga ham mana bir-biriga o'xshaydigan varianti yoki bo'lmasam mana bunaqa seriozniy varianti ham bor ekan. Men bo'lganimda lekin buni maktabga olib bergan bo'lardim. Keyin men bu shiringina varianti ham bor ekan, shoxchalarni qarang. Asalgina har xil ranglardan bor. Narxi ham unaqa qimmat emas, lekin har xil. O'zini variantiga qarab, lekin sifatlari bomba o'rtoqlar. O'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham hech kim rad eta olmaydigan zo'r hayitli bo'ladi o'zi ham.